Yangi qishloqqa ham yetib keldim, lekin bu yerda benzinim tugab qoldi. Lekin bu qishloqda yashamoqchi emasman. Benzin olib kelgunimcha bu mashinaga kimdir qarab tursa juda ham yaxshi bo'lardi. Bu yerda qanaqadir qorovul topsam juda ham yaxshi ish bo'lardi. Yaxshisi izlab ko'ra qolay. Yuribman o'zimga qotib, mana shu o'rmon ichida toparman qachonlardir qishloqni toparman va nihoyat topdim. Yo, o'zi ham zerikib ketganim o'rmon ichida bor. Nihoyat yetib keldim 97 qishloqda. Endi mashinam yo'qligidan bu qishloqdan bu qishloqqa piyoda yuribman. Odam juda ham charchab ketdi, chunki shuncha o'rmonlarni bosib o'tdim. Tasavvur qilyapsizlarmi, o'rtada necha yuzta o'rmon qolib ketdi. Asli qo'yaverasizlar. Bir kun to'liq yurdim. Kechalab jo'nagandim. Bugun ertalab yetib kelibman. O'zi ham bir kun vaqtim ketdi. Voy Jetel, qaniysan? Yaxshi. Jo'xan, qarab, polizlaring juda ham zo'r serhosil bo'lib ketibdi. Bilaman, zo'r hosil bo'lgan. Buni yig'ishtirib olmaysanmi? Yo'q, men yig'ishtirmayman. Turaman shu ko'rgazmaga qilib qo'yibman. Zo'r bo'lardi agar yig'ishtirsang tezroq. Meni ko'zimda o'ynatyapti. Ko'zingni yig'ishtirib ol, ko'zingga o'laymay o'lgir. Sen meni qarg'ayapsanmi? Qarg'ayman-da, birov ko'zalaytirib o'tirganingdan keyin. Bo'pti, ko'zalaytirmayman, bora ketaman. Bor, uzoqda o'yna, borib o'yinchoqlarni o'ynab o'tir. Tak, aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni issiqqina tandirdan uzilgan nonimga, yo'g'i, videomga xush kelibsizlar. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Mayli obuna bo'lmasanglar ham videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki menga oxirida nima bo'lishi qiziq. Sizlarga ham qiziqmi, yo'qmi, kommentariy yozinglar. Men esa hozircha polizda ishlay qolmayman, chunki polizdagi ishlar juda ham ko'p. Agar bu ishlarni qiladigan bo'lsam, zerga o'lib ketsam kerak. Yaxshisi biroz janob Merdiyoniga borib, nima yangiliklar bor olamda, nimalar bo'lyapti, yangi narsalar keldimi yo'qmi bilishim kerak. Notebookimga kimdir teginibdimi? Voy yaramas jetellar. Bular har doim meni bir narsalarga teginadi, lekin bu eshikdan kira olmasligi kerak edi. Qanday kirdi? Axir atpechetga qo'yganim yaxshi, qurollarimga tegishmabdi. Juda ham yaxshi. Hozir Minecraftda o'chirishmabdi, yaxshi. Voy! Vobbo, nimaga bunaqa qilishadi? Rasmlarimni o'chirib yuborishibdi. Mayli bo'pti, nima ham qilardim endi. Ana endi esa men janob Merdiyoniga bir borib kelaman, keyin polizni balki yig'ishtiraman, balki yig'ishtirmasman, lekin umuman yig'ishtirgim kelmay qolgan, to'g'risini aytaman. Nima qilaman, yolg'on gapirib, poliz вообще zerikarli ish bo'lib qolgan. Assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum. Jo'xan, nima gap? Tinchlik, o'zingizda nima gap? Mendan tinchlikda sen nima avtobusda tug'ilganmisan? Bo'ldi, tushundim. Eshikni yop deysiz. Shuni eshikni yop deb qo'ysam bo'ladi-ku. Sen tushunmaysan bu narsalarga, eshikni yop deganim bilan. O'shaning uchun kelatib aytaman senga har doim. Tushunarli. Yaxshi, lekin menga yo'qdi mana shunaqa gapirishingiz. Endi hazillashishim kerak kayfiyatni ko'tarish uchun, to'g'ri o'ylayapsiz. To'g'ri o'ylayman. Men o'z doim to'g'ri o'ylayman. Rahmat. Zo'r gap yo'q, borib. Siz bilan vobshe mazza qilib hazillashaman. Shu kelgandim, men ham endi nima qilsam ekan qishloqda polizdagi ishlarni qilgim kelmayapti. Sen eshitmadingmi? Qishloqning boshiga bitta millioner jetel kelgan. O'sha qanaqadir ishchi izlab yurgan ekan. Balki sen ishlarsan o'shaning ishida. Qanaqa ish ekan ishi? Bilmadim, borsang bilasan. Boylar yomon ishlar berishi mumkin. Misol uchun, qanaqadir kriminalistik yoki nimadir o'g'irlash, unaqa ishlar bo'lsa, lekin ishlamayman. Balki o'shanaqa ishdir, balki yaxshi ishdir, balki senga qanaqadir foydali ish buyurar, ya'ni seni qanaqadir o'qishga kiritib qo'yar. Yo'q, o'qigim kelmayapti to'g'risi. O'qimasang tentak odam bo'lmaysan, sen bol bo'lasan. O'qib oliy ma'lumotli bo'lmayman. Atak o'qimasdan turib oliy ma'lumotlarni boshqaraman, ko'rasiz. Boshqar, qo'lingdan kelsa boshqar. Bo'pti. Mayli, men borib bilay chiqani, qanaqa ish ekan, nimaga kelibdi, qayerga kelibdi? Qishloq boshida dedimi? Qayerda dedi? Qishlog'imiz boshi mana shu yer. Lekin bu yerda hech qanaqangi hech kim ko'rinmayapti. Bilmam, qaysi qishloq. Stop, mana bu yerda qanaqadir narsa turibdi, bilmadim. Balki o'sha yoqda kelgandir. Hozir bilamiz qanaqadir mashina, qanaqa mashina ekan? To'xta, bu tomondan boshdan bo'ladi-ku. Voy jetel, men u yerga kimdir kelibdi-ya? Millioner jetel kelgan. Shumi? Bo'ldi, rahmat senga. Mana orqasiga pul yopishtirib olganmi? What the fuck, kiyimi puldan yasalganmikan? Assalomu alaykum. Va alaykum. Qaniysan, yaxshimisiz yigitcha? Yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Bo'ladi. Sen ish bo'yicha keldingmi? Qanaqa ish? Men bu qishloqqa vaqtinchalik kelgandim. Mashinamning benzini tugab qoldi. Borib benzinovka kirib, mashinamni qorovullab turish kerak. Evaziga 300 izmurud beraman. Izmurud?
Ha, izimrud. Izimrudni nima qilaman men? Qishloqlar izimrudga narsa sotadi-ku. Va olganda menga o'sha nimani qilib bergin iltimos. Nima qilib beray? Shu mashinamni qorovullab ber. Necha kun qorovullash kerak? Ertaga kechgacha. Mayli, qorovullash qiyin ish emas. Sen axirada bo'lib ishlamaganmisan vaqtida mobodo? Qayerdan bildingiz? Tashqi ko'rinishi shunaqa deb turibdi. Mana qurol dog'ingda qurol bilan qo'riqlaysan. Tushundingmi? Hozir magazin ham beraman, tak. Mana magazinlar. Ajoyib. Dahshat qurolingiz bor ekan-ku. Ha, qimmatga olganman. Faqat buzib qo'yma, tushundingmi? Men ertaga kelaman. Sen esa qo'riqlab tur. Bo'pti, sog'mi? Mayli. Mayli, yaxshi yetib oling. Xo'p, mayli, bo'pti. Aha, mayli. Millioner. Millioner, rostdan ham millioner ekan, bratan. Atak men qurol menga juda ham yo'qdi, qaranglar. Voy! Va o'qiyoq ekanman, o'qlash kerak albatta. Voy, magazinlar tushmaydi-ku. Bu magazinlar tushmas ekan bu qurolga. Mayli, nima ham dedim. Kelsa kimdir kallasi men magazinlar bir uraman. Magazinlarda ammo 8. Bunga qanday qurol, qanday yo'q dori tushar ekan? Nima deyapti? Magazines degan joyda shu magazin yozilgan bu yerda ham 8.65 21 magazin. Xuddi mana shu magazinlar, lekin nimaga tushmayapti hayronman. Balki noto'g'ri tugmani bosayotgandirman. Bilmadim. Qanday o'g'lanadi bu tushunmayapman. Mana. O'ttak otib ko'rish kerak. Otaymi yo otni otsam keyin bechora ot o'lib qolsa, yo'q, men javobgar bo'lib qolaman. Yaxshi otni otmayman. Qanaqadir jetelga mana mashinaga tegmoqchi bo'lsa, tirs. Qarang. Dahshat. Takoy ekan bu qurol boru. Mana endi boru. Joxa o'zimda qanaqadir boshqacha nom bilan atashim kerak. Joxa qurol bos. Joxa pistolet bos. Joxa bos. Bos bo'ladi. Atak normal nom topishimiz kerak. Qanaqadir g'alati bu nom bos degan nom. Motorlar takoy. Buni qo'riqlash kerak, lekin xo'sh, buni ichiga kirib ko'rsam bo'larmikan-a? Bratan indamasmikan? Ichi takoy-ku. Buni ichida faqat yotadigan narsalar yo'q. Qanday yotadi bratan? Buni ichida qanday yashaydi? Menimcha mana mashinasini sidenasi orqaga yotadi. O'shanda mazza qilib yashasa bo'ladi. Uyning ichi lekin вообще klass ekan. To'g'risini qaranglar. Shu holatda o'zimni rasmga olib turib internetga qo'yib yuborsam, tasavvur qilinglar necha ming prosmotr bo'lib ketadi. Bilmadim. 100 ming prosmotrlar bo'lib ketsa kerak. Mashinani ham haydab ko'raymi? Ha, to'tanglar. Menda zo'r g'oya bor bitta. Bu hozir mana bu yerda turibdi-ku. Men uyimga ketsam menga ko'rinmaydi. Atak mana bu yerga tepa joyga qo'yib qo'ysam, mana shu yerga qo'ysam, uyimning yonidan ham ko'rinib turadi. Shunda bilaman, hech kim tegmayaptimi yoki kimdir tegyaptimi. Ana shu zo'r g'oya. Hozir polzimda ham ishlashim kerak-ku axir. Yo, ishlamayapmikan. Bilmadim, ishlamasam ham bo'ladi, ishlasam ham bo'ladi, lekin mana mashinani baribir qo'riqlash kerak. Benzin yo'q degandi. Mana bilasan, benzin yuryapti-ku. Ozgina qolgan ekan. Demak, boshqa qishloqqa yetib borish uchun yetmaydigan darajada benzin qolgan ekan. Menimcha shu uchun bratan yangi benzin olib kelishga ketdilar. Tak, mayli, kelinglarchi, men o'zim himoya qilib turaman, lekin mashinani hech qanaqasiga yomon ahvolga solib qo'ymasligim kerak. Ya'ni jetellarni yaqinlashtirmasligim kerak. Aytgancha bergan izimrudlarga boribman. Jetellardan nimadir sotib olsam juda ham yaxshi bo'lar edi. Tak bo'ldi. Mashina mana shu yerda qoladi. Ko'rinib turadi qishloqning ichidan. Datchik yonib qopti. Obbo, nimaga shunaqa bu mashina? To'xtay, och. Tak, tomonni bosdi, o'chadi. Ana shuni o'chirdim. Qani o'chdim ekan? Da, o'chibdi. Ko'rdinglarmi? Men oson o'chirishni o'rgandim. Endi bu usul bilan har doim o'chirib o'tiraveraman. Tak, jetelar qo'rqitaymi qurol bilan? Tak. Hoy, jetel, menga qara, qo'lingni ko'tar. Ha, brat, nima gap? Qo'lingiz unaqa qurolingizni yoshiring. Men qo'rqyapman, unaqa qilmang. Bo'ldi, unaqa vahim qilib tashaman. Nima tepaga qarayapsan? Kecha qiyshiq uxlab qolibman, bo'ynim og'riyapti. Pastga tushing, bo'yim sizdan balandku, nima tepaga chiqib oldingiz? To'g'ri aytibsan mana. Ana to'g'ri qarading. Bo'ynim tekislandida. Qalay ekan qurolim? Menga qaratmang, zo'r ekan, dahshat ekan qurolingiz. Qayerdan oldingiz? Ana millioner jetel berib ketdi mashinasini qo'riqlashim evaziga. Zo'r qipti. Sen nimadir sotasanmi? Yo'q, men trader villager emasman. Unda men trader topaman. Bratan, siz nimadir sotasizmi? Ha, sotaman. Tekinga berasizmi yo'qmi? Beraman. Hazlashdim, brat, pulingizni beraman, qarang. Siz hali cho'chqa go'sht sotasizmi, brat? Siz hali qayoqqa ketdi? Qayoqqa qochib ketdi? Qani? Ha, mana. Sen hali menga qara, cho'chqa go'sht sotyapsanmi? Ha, senga nima? To'xta. Mana qurolni o'zi kimgadir sinarmoqchi edim. Sanga sinar ekanman-da. Yaramas. Yana qaysing cho'chqa go'sht? Sen sotyapsanmi? Sen qog'oz sotyapsan. Bu magan bu. Qog'oz oddiy, yozadigan qog'oz bu.
Ha, o'sha qog'ozni olib turib mana ustidan portalga yozib yuborish kerak. Bu harom narsani sotyapti. Ha, to'g'ri, biz ham sotma dedik, lekin u foydani ko'zlab sotaman dedi. Sizlar unga aytinglar sotmasin. Agar sotsa o'ldiraman. O'ldirding-ku, uni qanday yana o'ldirishi mumkin? Sotolmaydi ham o'zi. Ha, to'g'ri. Mayli, men ketdim. Yana qaysidir chet ellar sotadigan bo'lsa, biratan qog'oz sotar ekanlar. Yana cho'chqa go'sht sotadigani bo'lsa, zombi go'sht oltin izumrudga aylantirar ekan. Yaxshi, siz biratan izumrud sotar ekansiz, demak. Mana biratan o'rgimchak ipi, baliq, yaxshi biratan normalniy biratan ip sotar ekan, izmrudni keyin ana unga almashtirar ekan. Kamon do'qiga biratan hech nima sotmaydilar. Yana kim bor qishloqda sotadi? Bo'ldi, men bular bilan ovora bo'lib o'tirmay. Tezroq mashinani oldiga borib qo'riqlash ishlarini olib boray. Kech tushyapti o'sha. Kechasi qanday qo'riqlayman? Men bu yerda kechasi qanday yotaman? Buni o'ylamabman-ku. Qanday nima qilsam bo'lar? O'qib ko'ray, mana shu qushchani otamiz. Nahotki tegmas, bitta o'q qoldi. Tuxumi tushib ketdim ichidan. Jo'ja chiqmadi. Jo'ja chiqadimi deb o'ylagandim. Go'sht yeyish kerak, atak yegim kelmayapti. Qaysidir jetilga berib yuboraman. Duo qilib qo'yadi. Yaxshi-da, ehson bo'ladi, savob bo'ladi deganda. Qani jetel? Voy jetel, sen go'sht yeysan bilaman. To'xta. Men go'sht yesh to'xta. Sen qo'lingga beraydi, sen qo'ling qiyshiqqa ola olmaysan-ku. Go'shtni ye, tushundingmi? Rahmat, Xudo yorliqagan odam ekansiz. Mayli, yeb qo'y. Duo qilib qo'y, lekin qarada. Olmayapti. Mayli, balki och qolmagandir. Men o'yimdan borib kravatimni olib kelaydi, ana mashinani yoniga kravatni qo'yib uxlayman yoniga. Sana qaysi biring kartoshka bilan sabzini ko'chaga tashlayapsan? Olib qo'y o'zingga. Tak, tez men qurolni bitta o'qib qolganini tugatdim o'qni. Endi anasini almashtirishimiz kerak. Tak, aha. Tak, yangisini kiritamiz. Bo'ldi. Ko'rdinglarmi, o'q almashtirishdi. Takoy bu qurol o'ta go'zal qurol ekan. Men kravatimni olib ketaman. Olib borib mashina oldiga qo'yib o'sha yerda uxlab, kechasi bilan qo'riqlab chiqaman. Zo'r ediyami, zo'rg'oyami, sizlarga yo'qdimi, yo'qmadimi, kommentariy yozinglar chiqani. Men o'zimga shaxsan yo'qdi. Chunki o'zim o'ylab topgan narsa o'zimga yo'qmasa bu вообще g'alati-ku, to'g'rimi? Yo noto'g'ri aytyapmanmi? Noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, "Joha, sen noto'g'ri aytyapsan" deylar. Men esa mayli deyman, sizlarni aytganinglar bo'lsin deyman. Uxlashni ko'rsataymi sizlarga. Mana hozir qaranglar. Shuni uxlayman, uxlab qolaman, ko'rasizlar qaranglar. Uxladim mana o'sha uxladim. Voy, olmos izimrud tepaga qolib ketdi. O'zim uxladim, izimrudlarni tepaga qolib ketdi. Mayli, ular uxlamas ekan, o'zim uxlay qolaman. Vau, o'yni qaranglar. Uno deb yozilganmi? Upumi nimadir deb yozilgan ekan. Rossiyan avtomobili ekan. Mayli, uxlaymiz. Muhimi mana kechasiga qolib qolmasa bo'ldi.